Assalomu alaykum. Men ismim Sherzod Alimov. Men Asaka Bank raqamli texnologiyalar rivojlantirish departamenti tizimli tahlil boshqarmasi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritaman. Mening asosiy faoliyatim bankni raqamli xizmatlarini rivojlantirish, biznes jarayonlarini tahlil qilish hamda ichki va tashqi tizimlar o'rtasidagi integratsion yechimlarni ishlab chiqish bilan bog'liq. Ishimdagi eng yoqadigan jihatdan yirik loyihalarda ishtirok etib, bank texnologiyalarini va mijozlarga qulay xizmatlar rivojiga o'z hissamni qo'shishdir. Men Asaka Bankdagi faoliyatim 2007-yilda axborot texnologiyalar departamenti operator lavozimida boshlaganman. Faoliyatim davomida yetakchi mutaxassis, bo'lim boshlig'i va boshqarma boshlig'i kabi lavozimlarda ishlab borganman. Har bir yangi lavozim menga katta tajriba va mas'uliyat berdi. Murakkab loyihalardagi faol ishtirokim, tashabbuskorligim va doimiy o'rganishlarga intilishim professional o'sishimga yordam berdi. Faoliyatim davomida bank tizimlarini qo'llab-quvvatlash, dasturiy ta'minotlarni joriy qilish, ABT ya'ni avtomatlashtirilgan bank tizimini rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni va tizimli tahlil yo'nalishlarida o'z faoliyatimni olib borganman. Shuningdek, mobil banking, davlat xizmatlari bilan integratsiyalar, kartochka mahsulotlari, API xizmatlari va biznes jarayonlarini rivojlantirishda loyihalarda qatnashdim. Bugungi kunda tizimli tahlil yo'nalishini boshqarib bormoqdaman. Bankni zamonaviy yechimlarini ishlab chiqishda jamoamda muhim o'ringa egamiz va jamoamiz bilan birga faol ishtirok etmoqdamiz. Karyeram davomida menga mas'uliyat, tizimli fikrlash, intizom va doimiy rivojlanishga intilish katta yordam bergan. O'z faoliyatimdagi muhim natijalardan biri bank axborot tizimlari rivojlantirish va biznes jarayonlarini optimallashtirish loyihalaridagi ishtirokimdir. Ko'plab integratsion yechimlarni joriy qilish, ichki va tashqi tizimlar o'rtasidagi hamkorlikni yo'lga qo'yish hamda raqamli xizmatlarni rivojlantirishda ishtirok etdim. Mening fikrimcha, Asaka Bankdagi karyera rivoji insonni tashabbuskorligi, mas'uliyati va yangi imkoniyatlarni o'rganishga bo'lgan intilishga bog'liqdir. Yosh mutaxassislarga murakkab vazifalardan qo'rqmasligini, doimo o'z ustidan ish olib borishini va biznes uchun qiymatini tushunishiga harakat qilishini tavsiya qilaman.